Assalomu alaykum, hormaylar, charchamoqsizlarmi? Mana qaranglar. Gulpatlar bilan dam olishga chiqdik hozir. Mana ikkita damas bo'lib chiqdik. Biza kelib, joylashib qo'ralarni yoqqanimizda, bitta ko'rasizlarmi? Yangi bir mehmon keldi mana. O'shga kelib yotgan bo'yicha yotibdi. Sabaka. Kuchuk it. Xo'p, endi mana sintoshlar, ulfatlar chiqib kam. Mana yerda mana uylar bor mana. Bitta ikkita xonadon. Tog' yon bag'rlarda yuribmiz. Shu yerga aylanishga, dam olishga chiqdik. Mana endi hozir o'tiribmiz. Hozir yana bolalar kelyapti. Ular kechga qoldi, cho'ta qolganlari. Lekin yaxshi, mana ro'za oyida ko'klarga chiqdik. Ko'k joylar ro'za oyida chiqib bir o'tiraylik dedik, iftorlik qilib, og'izlarni shu yerda ochib, xudo xolasa. Shunaqa o'g'aynilarni yig'a olasizlarmi? Yig'ish qiyin, to'g'ri, albatta. O'ta qiyin. Yig'ib olish o'g'aynilarni o'ta qiyin. O'zi bo'lmaydi. Azob desak ham bo'ladi. Buni tushunganlar tushunadi. Azob desak ham bo'ladi. O'zi emas. Tepada mana mollar yuribdi. Bu tarafda mana qo'y, qo'zilar. Ko'rinayotgan bo'lsa, albatta ancha olisroqda, uzoqroqda. Bepoyon joylar. Hamma joy hozir yam-yashil, o'tga burkangan payti, bahor payti. Hamma mana quyosh ufqdan nima qilib turibdi? Chunki ertaga yomg'ir yog'adigan, o'shanga ertaga yomg'ir bergan hisobiga quyoshimiz ham juda porlab chiqmagan, normalniy yursa bo'ladigan havo. Futbolkada yuribmiz. Tepada mana pastga qarab tushib boribdik, tobora yo'l o'tgan mana, yo'l kelgan. Mana bu yerdan o'tib bu yoqqa qarab ketgan. Bu yoqda naryoqda konlar bormi, shu bir narsalar bor ish qilib. Yaxshi joylar. Kelib dam olib ketadigan joylar. Odamlar bor naryoqda, o'sha tepalik arkasida odamlar bor. Endi biz bu yoqqa tushib ola qoldik. Bu tomonga o'tib ola qoldik. Bu yoq rosa bo'ya shamol bo'lib yotuvdi. Bu yoqda shamol yo'q ekan. Kamroq bor, nisbatan kamroq. Bu yoqda juda shamol qattiq bo'ladi. Yerga solgan gilamlarimiz uchib ketadi, gilam uchar gilam bo'lib. Juda qattiq edi shamol yoqda. Hozir ancha bosilib qoldi. Hozir ham sal bor shamol. Bosilib qoldi. Endi mana ko'raverasizlar, shu yerda dam oldik. Chiqib o'g'aynilar bilan mana shunaqa dam olib turgan yaxshi ekanda baribir. Bemalol damlarni olib turgan yaxshi. Kimga yoqsa, kimga anaqa bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar. Qachondan beri o'rtoqlarni yig'ilisha olmay, chiqisha olmay, mana shunaqa joylarga chiqa olmay o'tirganlar bo'lsa, harakat qilib hozir bahor payti, ko'klar bor paytda chiqib olinglar. Ertaga yoz kelsa hamma joy mashitlar quruq o't o'langa aylanadi. Shuning uchun chiqib olish kerak. Bahor payti. Men shuni tarafdoriman. Harakat qilib chiqib olinglar. Shunda yaxshi bo'ladi, albatta hammasi.
yaxshi mana bu yerda og'aynilar bilan, sinfdosh og'aynilar bilan o'tirish gashti boshqacha. Buni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi. Nima dedinglar og'aynilar? Akalar, ukalar. Baribir aylanib turishga ham chiqish kerak ekan. Hamma ishni unutish kerak ekan bunaqa payt. Hech narsani o'ylamay, faqat mana shu dam olish ekan. Shunda odam dam olgandek bo'ladi. Shuning uchun chiqib, mayovkalarga chiqib, aylanib, albatta faqat og'aynilar bilan emas, oilaviy ham chiqib turish kerak. Qarindosh urug'lar ham jihat bo'lib chiqish kerak. Qarindoshlar bilan ham chiqish kerak, oilaviy chiqish kerak. Do'stlar, yor birodarlar bilan chiqish kerak. Bunaqa kun yana qachon keladi, kelmaydi, uni Alloh biladi. Shuning uchun azizlarim, chiqib aylanib, dam olib turish kerak ekan, havo almashtirib. Albatta shunga ham qaraysizlar. Ancha hamma joy ko'rsatib bo'ldim shekilli. Mana bu yerda nima demoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda kovlangan joy, kovlanmagan, bu yerda surilgan, yo'l ochilayotgan bo'lgan, keyin nimagadir maytga kelganda to'xtab qolgan. Ana yoqda ham boshlangan. Где-то 300 metrlarmi, где-то 200 metr, 200 metrdan ko'p, 300 metrlar menimcha ashgacha kelgan, ana shu yerda to'xtagan. Ochilmagan. Menimcha boshqa joydan ochib ketilgan. Menimcha tepadan ochilgan keyin. O'sha tepadan ochilgan yo'ldoq. Nariyoqqa tepaga chiqib boradi. Nariyoqda yana o'sha tepalik, o'sha qo'ylar yurgan joyga chiqqandan keyin xullas yog'iga yana 100 metrmi, 200 metr yursa, keyin asfalt yo'l keladi. Katta emas, kichkina asfalt yo'l. Undan keyin darsi chiqib ketiladi bu joydan. Shunaqa. Nima deymiz endi? Sog' bo'lasizlar. Like'larni bosib tashlaylar, ayamasdan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga rahmat.